Bu Mirishkor, asosan chorva, paxta va g'allaga ixtisoslashgan tuman. Tasavvurda esa chang ko'chalar va loysuvoq uylar silsilasi gavdalanadi. Maydoni ham kichik emas. Biroq bu tarix 2003-yilda tashkil etilgan tuman oradan 13 yil o'tib, mamlakatdagi islohotlar ta'sirida shiddatli o'zgara boshladi. So'nggi 3-4 yilda hudud iqtisodiyot, sanoat, investitsiya, qurilish va boshqa ko'plab sohalarda yuqori sur'atlarda o'sishni boshladi. Hududning qiyofasi yangilanib, yashirin imkoniyatlari kashf etilmoqda. Kechagi qoloq va chekka qishloq tamg'asi o'rnini zamonaviy arxitektura, ravon yo'llar va innovatsion loyihalar egalladi. Ushbu zamin nafaqat iqtisodiy yuksalish, balki islom sivilizatsiyasiga munosib hissa qo'shgan Pazdaviylar kabi ulug' allomalar merosi bilan ham qadrlidir. Hududdagi ikki mashhur ko'l bugun sayyohlar bilan gavjum maskanlarga aylandi. Kechagi xomashyo yetkazib beruvchi hududda bugun ip-kalava, mato va tayyor trikotaj mahsulotlari ishlab chiqaruvchi yirik klasterlar ish boshladi. Tadbirkorlar safining keskin kengayishi natijasida tuman kambag'allikni qisqartirish bo'yicha respublikadagi eng yuqori ko'rsatkichlarni qayd etib, aholi farovonligining namunasiga aylandi. Bu shunchaki o'zgarish emas, bu mehnat va davlat rahbari boshchiligidagi islohotlar samarasi bergan yangi hayot nafasi. Keling, ko'ring, Mirishkor bugun avvalgi Mirishkor emas.